Mana bizada homiladorim keldilar. Homilador emaslar, endi bular homilador bo'lganlar, 8 haftaligida rivojlanmay qolib, tushirganlar-da dori bilan oyisi. Tak, bularni birinchi farzandlari mana shunaqa oyijonlar. Birinchi homiladorlikda mana shunaqangi rivojlanmay qolish ehtimollari ko'p uchraydi. Ehtiyotlarni qilinglar. Yana nimani aytmoqchiman? Abort bo'lganinglardan keyin oyijonlar 4-5 kunda qon taqataq to'xtashi kerak. Tushundinglar-a? Keyin jigaring vyutileniya bo'lib kelaversa, sizlarni bezovta qilaversa, bilinglarki, ichida qoldiq qolib ketgan. Bu qoldiqqa ginekologlar aytishi mumkin, menstruatsiya kelishini kutasan va u vaqtda tushib ketishi mumkin deb. Odatda qolib ketadi oyijonlar. Odatda ko'pchilikda qolib ketadi. Baribir tozalatishga to'g'ri keladi. Bularda ham xuddi shunaqa holat.